Bugungi kunda jamiyat hayotida ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlar ongida milliy g'oya, vatanparvarlik, ma'naviy barkamollik va ijtimoiy faollikni mustahkamlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu davlat siyosati doirasida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan hududlarda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, korxona va tashkilotlarda ushbu faoliyatni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Jumladan Beruniy tumanida ham 2025 yil uchun tasdiqlangan yo'l xaritasi asosida korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikda qator amaliy chora-tadbirlar izchil ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Shu munosabat bilan Beruniy tumanida 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar tahlili, erishilgan natijalar, mavjud muammo va kamchiliklar, shuningdek 2026 yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalarga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda yil boshidan buyon yo'l xaritasida belgilangan ma'naviy ma'rifiy chora-tadbirlarning ijrosi har tomonlama muhokama qilinib, ularning samaradorligi yuzasidan fikr almashilindi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Beruniy tuman bo'linmasi tomonidan tashkil etilgan ushbu seminarda tumandagi hamkor korxona va tashkilotlarning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Bugun Beruniy tumanidagi korxona va tashkilotlarda faoliyat olib borayotgan ma'rifiy ishlarga mas'ul xodimlar o'rtasida korxona va tashkilotlarda ma'naviy ma'rifiy ishlarni namunali tashkil etish mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Ushbu seminardan asosiy maqsad ish joylarida xodimlar o'rtasida ma'naviy barkamollik, kitobxonlik va milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, ushbu seminarda 2025 yil davomida hamkorlikda olib borilgan ishlar sarhisob qilindi va 2026 yilda qilinadigan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Bu seminarda asosan shu ma'naviy ma'rifiy ishlarni rejali, tizimli va samarali tashkil etish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda shu korxona tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Seminar doirasida zakovat quiz intellektual o'yini tashkil etilib, bu o'yinda shu xodimlar o'zaro hamjihatlik, jamoaviylik hamda shu eng asosiysi ijobiy kayfiyatni mustahkamlashga olib keladi. Biz ishonamizki, ushbu seminar natijasida korxona va tashkilotlarda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligi ta'minlanadi va xodimlarning siyosiy bilim va ko'nikmalarini oshirishga katta xizmat qiladi. Seminar davomida korxona va tashkilotlarda ma'naviy muhitni yanada takomillashtirish, jamoalarda kitobxonlikni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni targ'ib etish ishlarini kuchaytirish borasida amaliy tavsiyalar berildi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.